Endi bir xil miqdorlarni qo'shishga doir bo'lgan test hisoblang debdi. 77 sm ga 13 sm ni qo'shishni hisoblang deb aytibdi. 77 sm uzunlik bu plus 13 sm bu ham uzunlik. Shuni qo'shishimiz kerak. Mana bu birliklari santimetrda bo'lsa, ikkalasi bir xil birlikda bo'lsa, birlik deyiladi bu o'lchov, ya'ni uzunlik o'lchovi. Bir xil birlikda bo'lsa, oddiy sonlar qo'shib qo'yiladi, santimetr orqasiga yoziladi. 77 sm ga 13 sm qo'shsak, necha santimetr bo'lishi yozib qo'yiladi. Demak, 77 ga 13 qo'shsak bo'ldi ekan. Buni tagma-tag qilib qo'shaman bir marta. Mana 13 oddiy qilib 7 ga 3 10 ni 0 bir dilda, 7 ga 1 8 9 bo'ladi. Mana 90 sm. Javob 90 sm chiqadi, bu D javob. Endi ikkinchi usul, kallada hisoblash usuli 77 sm plus 13 sm bo'lsa, kallamizda buni 70 deymizda, plus 7 ni alohida, plus 10 ni alohida, plus 3 alohida qilib kallada yozamiz. Kallada hisoblaymiz. Ya'ni 70 sm ga 10 sm qo'shsam 80 bo'ladi. 7 ga 3 qo'shsam 10 bo'ladi. Ikkalasini qo'shsam 90 bo'ladi. Ya'ni bu kallada hisoblash. Ya'ni 70 ga 10 ni qo'shaman 80, 7 ga 3 qo'shsam 10, ikkalasini qo'shsam 90 bo'ladi. Javob 90 sm.